Tarixdagi 7 cho'ng xatolik. Ba'zilari dunyoga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan. Insoniyat tarixining uzun musofasida kishini pushaymonga qo'yadigan nurg'un cho'ng xatoliklar yuz bergan. Bu maqolada tarixdagi 7 cho'ng xatolik bayon qilinadi. Bu xatoliklar shaxsga cheksiz azob elib kelib qolmay, yana dunyoga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan. Unutilgan bet dengisi. 2009 yılı Angliyalik James Hollis 30 Amerika dollarına tüven bahada 7500 tane bet tengisi setip algan. Ama 2013 yılı kelgende bu bet tengisinin kıymetinin şiddet bilen öylep net 100 milyon Amerika dolları yetkenligini his kılgan. Ama o öy tazlaş jaryanida ihtiyatsızlıktan bet tengisi saklanğan qattiq diskini taşlap etken. Şunun bilan ularni mengülük yo'qitib qo'ygan. 2021 yılı 7. ayga kelganda bu yetib ketgan bet tengisinin kıymeti 250 milyon Amerika dollaridan eşip ketken. Bu unutish sebebinden kirip çıkan gayet zor afsuslanarlik iş. Titanic namlıq paraxotning chiqib ketishi. 1912 yılı Titanic namlıq paraxot tarixdan buyon yasalgan eng cho'ng, eng hashamatli yo'lovchilar paraxoti edi. U ilg'or loyiha va bexatarlik iqtidoriga tayanib mangu chiqib ketmaydi deb qaralgan. Ammo Janubiy Amerikadan Nyu-Yorkka tunji qatim safar qilish jarayonida Shimoliy Atlantik okeanidagi muztaqqa so'qilib ketib, 3 soat yetmagan vaqt ichida chiqib ketgan. Bu qatimqi ofatda 1500 dan ortiq odam qazo qilgan. Buning asosiy sababi qutqizish kemasi va muvofiq tarqatlashtirish tartibi kamchil bo'lgan. Titanic nomli paraxotning chiqib ketishi butun dunyoni zilzilaga soldi. Hamda dengiz ishlari bexatarlik qonun nizomlari va o'lchamida o'zgarish paydo qildi. Bir qatimliq xato burilish Birinchi dunyo urushini keltirib chiqardi. 1914 yılı Avstriya Vengriya imperiyasining buyuk kinazi Franz Ferdinand Bosniya Hersegovinaning poytaxti Sarayboni ziyorat qilgan. Bu yer 1908-yılı Avstriya Vengriya imperiyasi tarafidan qushib olingan. Uning ziyorati biya millatchilarining noroziligini qo'zg'agan va qasdlashga uringan. Ular Bosniya Hersegovinaning Serbiyaga qo'shilishini umid qildi. 6-ayning 28-kuni Cho'ng Kinaz shahar ma'muriyati binosining kutib olish o'rnidan ayrilganda, uning shofiri xato burilibla eng oxirida bir qahvaxonaning oldida to'xtab qolgan. Kaulilo Prinsip ismli bir qotil u yerda saqlab turgan. Prinsip Franz Ferdinand va uning ayoli Sofiyani etib o'ldirgan. Bu voqea bir qator voqealarni keltirib chiqarib, Birinchi dunyo urushining patlashini keltirib chiqarib, 30 necha davlatga ta'sir ko'rsatib, 17 milliondan ortiq odamning o'lishini keltirib chiqargan. Versal shartnomasi. Birinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyin g'alaba qilgan davlatlar Versal shartnomasi orqali Germaniyaga qattiq shart qo'ydi. Germaniya urushda barliq mas'uliyatni ustiga erishga va g'oyat zo'r to'lam to'lashga majbur bo'ldi. Bu shartnoma yana Germaniyani mustamlika va zamindan mahrum qilib, quruqliq armiyasi va dengiz armiyasini qisqartdi hamda uning har qanday harbiy ittifoqqa kirishni chekladi. Bu shartnoma kelgusidagi urushning oldini olishni maqsad qilgan. Lekin amaliyotda u Germaniya xalqining g'azabini va millatchilik kayfiyatini qo'zg'adi. Ular haqorat va osiylik his qildi. Bu shartnoma yana iqtisodiy va siyosiy muqimsizlikni keltirib chiqarib, Adolf Hitler va natsist Germaniyasining bosh ko'tarishiga yo'l ochib bergan. Eng oxirida Ikkinchi dunyo urushining patlashini keltirib chiqargan. Pearl Harbor voqeasi. 1941-yılı 12-ayning 7-kuni Yaponiya Amerikaning Havay shtatidagi Pearl Harbor porti dengiz armiya bazasiga tuyuqsiz hujum qilib, Amerikaning Tinch okean pilotini ojizlashtirib, uning Yaponiyaning Osiyodagi kengayishligiga qarshilik qilishni tutishga uringan. Bu qatimqi hujumda 2400 dan ortiq amerikalik qazo qilgan. 19 paraxot va 188 aeroplan ziyonga uchirgan yoki vayron bo'lgan. Biroq Amerika aviamatkisi yanada dengizda bo'lg'achqa strategik nishonni amalga oshira olmagan. Xalqliq yiqilg'i saqlash aslahalari, remontut qilish maydoni va suv osti kemasi bazasi mukammal bo'lib, hujumdan saqlanib qolgan. Bu qatimqi hujum Amerikaning Ikkinchi dunyo urushiga qatnashish irodasiga o't tutashtirib, oxirida Yaponiyaning urushda mag'lub bo'lishini keltirib chiqargan. Qish faslida Moskvaga tajovuz qilib kirish. Tarixda eng ko'p ko'rilgan xatoliklarning biri Rossiyaning bepoyon va qahraton sovuqini tuvan mo'ljallash. Bo'libmi qish faslida Napoleon Bonaparte bilan Adolf Hitler ochiq savoqlar orqali bu nuqtani tunib yetgan. 1813-yılı Napoleon 600 mingdan ortiq kishilik qo'shinni boshlab Rossiyaga tajovuz qilib kirib, Çar podshoh Aleksandr I'ni o'zining quruqlik sistemasini qabul qilishga majbur qilishni umid qilgan. Biroq u Rossiya armiyasi va partizanlar jangchilarining qattiq qarshiligiga uchragan.
Köydürmə tuproq taktikası onu maddi əşya və turalğısından mahrum qılğan. Onundan başqa onun qismləri Rusiyanın qarıtan qışbəsində intayın ağır azab-uqubatga uçurğan. Askarlar to'nglab o'lgan va ochliqdan o'lgan. Napoleon Moskvadan chiqingan chaqda u allaqachon 80%dan ortiq armiyadan ayrilib qolgan edi. 1941-yili Hitler Napoleonning ko'nglini takrorlab, Sovet ittifoqiga tajovuz qilgan. Barbarossa harakatini qo'zg'agan. U tizdan Stalin hokimiyatini mag'lub qilib, muhim boylikqa erishishni umid qilgan. Lekin u Sovet ittifoqi armiya xalqining amaliy kuchi va chidamchanligini tuvan mo'ljallab qolgan. Rusiya xalqi qaysarlik bilan qarshilik ko'rsatgan. Bundan boshqa Hitler qo'mondonning taklifiga pisand qilmay, qahr tanqishga taqobil turishga tayyorlik qilmagan. Natijada ilgirlashtiruvni ostilab, og'ir talafot paydo qilgan. 1943-yilga kelganda u tashabbuskorlik huquqini yo'qotib, qalbi qirg'ili bo'lmaydigan mudofaa urushiga tushib qolgan. Rad qilingan J.K. Rowling 1995-yili J.K. Rowling tunji romani Harry Potter va Sehrli Toshni tamomlagan. U qo'lyozmasida bir necha nashriyat savdogariga avatib bergan. Lekin bir-birlab rad qilishga uchirgan. Hatto bir nashriyat savdogari uningga loyiq xizmat tepish taklifini bergan. Chunki u chog'larda bolalar kitoblarida pul topqili bo'lmaydi. Oxirida u bir vakolatchi tepib, uning uchun Bloomsbury nashriyati bilan bir kelishim hosil qilib, oldin 1500 fond sterling o'qish puli topshirgan. Halbuki tarix musofisi bu xatoliklar tufaylidan to'xtab qolmaydi. Harry Potter yurishdagi eng muvaffaqiyatli bo'lgan bir yurish kitob bo'lib qoldi. Butun dunyoda 500 million parchadan ortiq sotildi. Hamda uningdan taxminan 100 million Amerika dollari qimmatidagi kino, tovar va asosiy tema bog'chisi kasbi qatorliqlar borliq keldi. Bu xatoliklar bizga shuni eskartudiki, mayli qaysi davrda bo'lsin, ehtiyotkorlik bilan ish ko'rish kerak. Tarix bizning xatoligimiz bilan to'xtab qolmaydi. Lekin biz bu xatoliklardan savob olib, o'zimizga va kelgusiga texmi yaxshi yo'l ocha olamiz.